İlgar medeniyet, süzük keyfiyat, hürmet ve izzet, Çin tebrikler. Murasimlarımız. Salam körüberler. Murasimimiz programımızı görüşen karşıladınız. Ben riyasetçi Düşkun Cüme. Murasim bir cemiyette şunun için mühim ki, bu bir ictimai top azalarına özünün mevcutluğunu tutup durdu. Şuna ortak eski uygularımız hem kıymet karışlarımızın esnip duruşu için murasim faaliyetleri ve yığılışlarımızın oluşu zörürdür hem tabi ahvaldır. Şu veciden bugün murasimlerimiz temsilindeki programımızı teknik yetişmesi de aziz mehmanlarımızı kütüp oturttunuz. Adı bilen programımızı yakından kollagan Şinjan Varis Halkara Savdo Şirketi Varis kiyimçiligiga alayda rahmet eytiman. Hoş, bunda olsa programımızga birlik iştirak qilingizlar. Hoş kelibsizlar. Uzundan beri ko'rishni orzulasak taza vaqt jiddiychilik bilan uchrashamay qolgan bugun choyxonaga kelibsizlar. Nihoyat xush bo'ldim. O'zaro tanishlagu deyman. Tanışımız. Men bir tanishib o'tay. Avval bir tanishmoq afzal. Erdambag, Şinjan Erdambag Yemek-içmek Payçak Şirketi'nin baş direktörü Kaysar Abdöyle efendim. Şinjan Erdambag Yemek-içmek Payçak Şirketi'nin mülazimet nazaretçisi Nuzugay İsmail. Şu hazırki diyarımızda dasturxon medeniyeti, yani garip tamaklar hem şu sağlam uzuqnish jihatda o'ziga xos natijalar bilan izlanayotgan yosh Gulpari Abduzxonim. Qarshilamiz. Bugün hem de bir cem buluşki maksat yakındamış murasimlerimiz demisida bir ko'ngillik bir paranglarımızla başlab aldık. Kaysar efendim de siz Erdambag Yemek-içmek Şirketi'nin baş mesulü bulup sifatınız bilen rayonimizda yemek-içmek sahasındaki serkerde ilişki buludu. Yakında takılmış 20 yıllık musabakanını kütüp aldığını o değil mi? 25 yıllık. 25 yıllık mı? Ha, doğru. Demek 25 yılını bir markeni culalandırıp izchil etmemiş asan jarayon emas. Bu jihatda sizning qimmatli tajribalarınız var. Bugün nayet yaxshi ko'rmalarimiz geldi. Nepbagidek paranglarımız bo'ladi deb o'ylayman. Endi bu restoran mush to'y to'kindan keyin birinchi qadami bo'ldi ekan. Restoran qaysi o'rindan restoran tanlash bu muhim halqqa. Şu bu restoran medeniyeti haqida bir eslab o'tish to'g'ri kelyapti. Mening bilishimda shu restoran hem de bizning shaharlik qadimimizniki taraqqiyotiga erishib, bu 80-yillarda bizniki shahrimizda paydo bo'ldi, turmushimiz sinib kirdi deb aytsak bo'lamdi. Vaqt jihatdan de 80 yıllarda desek bu 80 yıllarda sınıp kırmıgendi. Mesela biz şu 80 yıllarda 70 yılın ahırları 80 yıllarda mesela 80 yıllarda toyuğa vakitte mahalle toyuğa vakitte mesela yazdı bu kalsa oylusu çoğrak. Doğru. Qorojaylarda ötküzettik. Mesela bazen bir hoşnut kulumlarının yaxşırak bir öyleri olsa şular bilen deyişip bolsumu oylusu çoğ aşına geledi ötküzettik. Onun dekin anda zalga köştük. Mektepnin zeli, yakomuz işçiler aşxanasının zeli, yakomuz faaliyet ötküzüge aşına bir küçük tipteki zallar battı. Şu zaldı köştük. Uçakda 25'ten yani rolum bek yaxşı, bek bir məsləhət, haqiqi məsləhət cayda bu. Doğru. Endi men restoran tunji qetim ko'rgan yerim ne desa, mushu tabassum restoranini Tabassum ayta, shu mashhurda. Ha, bir endi bu tabassumga bir kirib men bir hayajonlangan. Uçaqlarda masalan bizda ashna qiziqish bor ekan, masalan hozir bu ishlar ozlab ketdi. Masalan to'y shanba, yakshanba, juma kuni bo'lgan bo'lsa, boshqa kunlarmi shu restoranlarda ailevi çaylar, kız oğul olturuşları, yakom savakdaşlar jığılışı, yakomsa azrak bir alık şu çağlardım baken tuktayım, şu çağlardım ben şu baganda toğulgan, bagan toğulgan ki aşağıdan biz kırıp şu ürümçük kırıp evet şu zavodda birle işleyen hizmetdaşlar azraktan bir hazır eğici deyimiz var. Şuna olsaydı pul çıkırışıp aş restoranda bir ne çıkarttım oturup çıkarttım. Lekin şu restoran bana alayet tesir kılgan. Mesela bizler o vakitlerde toy kılgan yaşımızga yetmegen. Lekin bir ne toyunumu kögen. Lekin bek bir üzümünü bek bir nait hayacanlanıp hem de şu müzikant, şu restorandaki uçaktaki müzik çağalla, şu Abdullah Abdurrahim, şu nait dağlık sanatkarlarımız aşağıda. Səhərlik düşsək şunda bir xoş olub çıxdıq. Məsələn,
Hem de şu vaqtlarda hem de bizning masalan zaldagi to'yning yana bir qiziqarli ishi bor. Zaldagi to'y mayli mushu o'ylarimdagi to'y bo'lsin, mayli qishda o'tkazgan cho'ng uylardagi ariyat elib o'tkazimiz bor. Payza vaqtlarda. Masalan biz u yerda g'izallanadigan narsalarimiz intayin ko'p emas, oddiy sodda, lekin nayt qizg'in. Birinchidan qizlar bir tarafda o'tirdi, o'g'illar bir tarafda o'tirdi. Muzik tanglik qilib bo'lguncha o'g'illar yugurib berib tansir tartimiz. O'lchab turimizda mushu men bir muzik chiqsa, masalan men mushu vals o'ynashni qilmaydim. Xumsaqim qo'polimiz dema. Ba'zan muzikalni uqolmay qilib, beshini tushilib, muzik chiqmasda. Bu vals tushib olganlarimiz bor, ammo bir xil qiziqarli demakchi, o'g'illarda shunda bir gap qistirib kelyapti. Mening beshimda o'tgan. Bir mayda Aliya xonimning restoranlar, deb restoranlar bo'lgan. Ham demak biz ayta shu bir o'yin o'ynashga taqozo qo'y yigitlar. O'ytaq yigitlar bo'ldi. Shu. Men tez suratda bormasa qizlar qolmaydi. O'zimni bilmaylar, shunda o'qtak etib beribdi men. Hammamiz tatib olib, menga bo'yi xil egil qizimiz qoldi. Amal yo'q endi men topdim da. Shu yak bag'an quruq qo'l qaytib kelsangiz olmaydi-da. Shuning bilan bu bir qo'l tassa, meni tans o'ynayotgandi, men tans o'ynayotgandim, shundoq bir o'ynab berib tugatgandim. Lekin butun maydon zal ichi qizg'inlik bo'lg'achqa, yana bizga hech qanday bilinmagan. To'g'ri. Demak, ajda bir qizg'in vaqtlardi. Bu masalan shu zallar to'y bo'lgan vaqtda biz u jo'zdagi noz-ne'mat bu bak muhim emasdi. Eng muhimi biz hammamiz mush yigit beshiga qaraydik-ku. Mushu to'yga kelgan bolalarimiz yigit beshiga qaraydik. Shu yigit beshi o'rlashtirish qildi. Siz nada o'ltirsiz, qiyat qanday bo'ldi? Sizning vazifangiz nima? Hamma ishlar joy-joyida. Shu chog'dagi bolalarım bak yaxshi shash bola ekan. Menmi bir necha to'ylarga yigit beshi bo'lgan. Lekin shunchalik yerib charchab kelsakmi, shu ishni o'zimizning bizga bunday aytganda bir do'stlik uchun qilyotgan ish, ya bizga bir tal bak cho'ng bo'lsa bir tal qo'yoqlik keldi. Lekin eng muhimi aşağıda shuni bir nayt bir cho'ng xizmatdek o'zimizni nayt bosh qo'mondondek his qilib, shunda yaxshi qildik. Endi bu to'yning payzir nada desa, aşı ibaytin Coşkun işkimiz deganga o'xshash. Biz to'yg'orimiz cho'qim nayt yarışimliq o'zimizning aşı kiyimlarini kiyib boramiz shu vaqtlardagi. Lekin o'rindiqda unda o'ltirib olgash yo'q. Unda oldimizdagi tamoqlar bakchiq emas. Tamoq qanday chiqmoqdi? Shu bir necha xil qo'rma, bakchiq bo'lsa 3 xil ya 4 xil qo'rma. Ya'ni shu kashti pololar bordi. Вечерка deganimizda. Lekin bizning asos maqsadimiz nima bo'lsa, shu yerda birinchi qo'l usulni bir o'ynasam. Tangsini bir o'ynasam. Tangsiga cho'qim aşı masalan hamda bu yerda hamda men cho'qim qizchaqlar o'ynayman deb noyta shu taqozolik bilan oldiga berib bo'lguncha atrofdan yaqin jo'zkilar berib taqib turavanda. İbaytin Coşkun deganga o'xshab ashunda ishlar jiq bo'lgan. Masalan bizmi hozirgi to'ylarga qaraganda men qarayman mushu bizmi hamda mushu 80-yilning oxiri 90-yillardagi mush to'ylar haqiqatan bak qizatdi. Uylarda, o'ylaramlarda, keyin zallarda biz asas maqsad o to'yga berishda birli maqsadimiz to'y qizisin, ikkinchisi biz o'zimizga jo'ri tepish uchun. Mama bak ortiq ketmaganda. To'g'ri, endi biz uchun biz boshqa maydonda bo'lganda. Boytaq hamimiz shuning bilan aşağı berib tang o'ynab olsak shunchalik xo'shal bo'lib ketdik. Mahallevi qoro joylarimizdagi murosim shaklidan zallarga ko'chdik. Zallardan teximanda muntazamlashib, mulozimatlashib restoranlar bo'ldi. Restoran degan o'qim bizga singib kirdi. Bu chaqda hamdaligi Qatay deganlar shu vaqtda paydo bo'lgan bo'ldi. Masalan, ayollarningki o'zaro chaqirishlari bunda ayrim xonlar emas. U chaqda bek ayrim xonlar markazlik emas deb deyman. Ayrim xonni xolamaydik. Nima ish qilsa, shu ayrim xonlarni xolamaydik deyishimiz sabab ayrim xonlarmi bek unchalar ayrim xonlarmi yo'qdi. Ham uningdan boshqa mushunda zallarda mushunda tansi o'ynab bilish, bir usul o'ynash biz uchun nayt bek bir xil xo'shallik, nayt kayfiyatimiz, u yer tatmish yo'q, ko'rinish yo'q. Shunchalik azodchilik bilan o'ynaydik. Navbatdagi ahvolga nazar solgan bo'lsak, restoranlarningki soni bo'lsin, ko'lami bo'lsin, mulozimat darajasi bo'lsin, bizni xo'shallantiradigan yaxshi kayfiyatlar, yaxshi manzillar bor. Lekin mushu hozirgi to'y-to'kun
ninki talep taqazzosi, san ehtiyoj bo'lsin, yengil ehtiyojni qondirolmayotgan bir holatni sezdim. Shundoq. O'shdan desak bo'lamdi. Shundoq. Mushu hozir mushu bo'libmi? Mushu yaqin mushu restoranchilikda hamda mushu talabni qondirolmadi. Masalan, bizning bir kichik tipdagi bir restoranimiz bor. Uning ustiga Qashqarda mushu yaqinda bir restoran qildik. Mushu bizning restoran shu 24 joza, 23-24 joza patilgan restoran. Lekin hozir mushu 10-oygacha asos jihatdan to'ylar ilinib bo'lgan. Mana. Masalan, shanba, yakshanba, juma emas. Boshqa dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlarimi asos jihatdan to'liq ilinib bo'lgan. Shuning qaraganda hozir mushu restoran mau to'y qilgan to'ychilarning ehtiyojini qondirolmadi. Men o'ylab qoldim, hozir hamda masalan cho'ng bir hamma odam uylik tiklash davri. Iqtisod jonlanayotgan, iqtisodni jonlantirish ta'kid qilayotgan bir yaxshi manzarda ketyapmiz. Demak, bozor shunday yaxshi, talab, taqozo shunday yaxshi bo'layotgan ekan, nima uchun restoran qurilishida buningga otilgan shaxslar oz bo'ladi. Masalan, yemak-ichmakning turlari hozir nihoyat ko'p. Klub shaklidagi, tez tomoqxona shaklidagi, diva shaklidagi, juba shaklidagi o'rinlar nihoyat ko'plab ochildi. Nima uchun? Mushundaq taqozo ko'p turib, nimishqa yana bizni san to'shqizmagan holatda bo'ladi. Mushning bir sabablarini analiz qilib baqsaq. Mesela efendi. Buni hamda bizmi Urumchidan Nurg'oyatni restoran izdik. O'rin bak muhim. O'rin deyishimiz hozir har bir oilada birdan 2dan mashin bor. Andan ba'zan biz hozir mana shaharlashgandan hammamiz haliqi masalan Urumchi shaharmi hozir ba'zan shu to'yga kelgan odamlar bir 10 kilometr, 15 kilometr mashina haydab kelish kerak. Mushu o'rin masalasi, uningdan boshqa mush mashina to'xtash maydoni. Endi yana birisiga ba'zan bir mushu mablag' savchilarga bilan paranglashsak, yemak-ichmak sohasidagi. Bular restoranni bunda deb o'ylaydi ekan. Restoranda juma, shanba, yakshanba 3 kun cho'qim to'y bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtda quruq turib qoldi degan bir an bor. Shuning nisbatan nurg'un odam mablag' selishni sal o'zini qo'rqaydi. Yana birisiga bu restoranga ketadigan o'rin ko'lam bak yo'g'on. Ko'lam yo'g'on deyishimsa shuning tushliq ijarasi bo'ldi. Agar ama u o'tijirish idorasidan aytib, aniq uqtirish bo'yicha 6-qavatning yuqoriga restoranchilik qilolmaydi. 6-qavatning ustiga. Odamlarga jiq to'plashib chiqqandan keyin agar tasadduq bir voqealar yuz berib qolsa, tarqoqlashtirishga qulay so'q qoldi deb. Ham o'rin tepishmi intayin tas. Yana birisiga siz 2-chi, 3-chi qavatlarning o'rnini olay, ondan oldida cho'qim aytdi mashina to'xtash maydonlari bor. Ashunda bir o'rin olay desangiz, unda o'rinlarning bahosimi unda to'g'ri emas. Shuningga mushtiatda sal bir ikkilanish bor. Masalan, endi ko'nglimdagi gap bu restoranning endi restoran debla asa qo'ymaydi. Masalan, o'rin muhim. Uning oldidagi mashina to'xtash maydoni muhim. Uningdan boshqa mushu ishchining shu qurilmasi bak muhim. To'g'ri. Birinchisi gavdasi bak ya chiroyli qilish kerak. Gavda deyishimiz sabab shu qurilishning, endi ishchining bo'libmi, sal egiz bo'lsa, ish bo'lmas 4 metr atrofida bo'lsa, ondan to'riklar sal oz bo'lsa. To'g'ri. To'riklar to'silib, mavalik biz maslashtirgan jozlarimizni, ustallarimizni maslashtirib bo'lmay, nurg'o'ya isrof bo'lib ketgan ahvol bo'ldi. Avu sahnani qurashtirish sal qulaysizlik kelib qoldi. Shuningga mush natijatan sal qiyinchilik bor deb qaraydi ekan. Nay to'g'ri dedingiz. Menimcha shu restoran tanlaganda o'rin qurilma bak muhimga. Chunki bu bir ommaviy murosim bo'lgandan keyin bu murosimninki o'zining talabi bo'ladi ekan. Xos kelib chiqish madaniyati bo'ldi ekan. Menimcha cho'qim murosim zallari to'riksiz, egiz qurilma jihatda. Mushuna bo'lsa, buningga bak ziyoda bezak berib ketmagandimi, odamga nihoyat hashamatlik, go'zal tuyg'u berdi ekan. Bu jihatda masalan bizning hozir shu rayonimizda o'lchamlik qurilmadagi restoranlar toz yo'q deyarlik. Bu jihatda o'ymilik shirkatlari avval o'ylash kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Buningga endi mushu hozir hamda Urumchining sal sirtda masalan yangi qurilayotgan mushu o'ymilik shirkatlari
sağan bəzən bir zallar var. Bu xil kep qaldı. İbaytın ait doğru dediniz. Eğer törüksüz buluşu bək təsiraq iş, lekin törük az, ait az, alık şişəni tuzlanmaydıgan. Bulup mu səhnin ait de yaxşı kögül olduğan aşında bir restoranlar bolsa, aşında zallar bolsa, yani birisi zinnet kimcik pul ketmeydi. Ama adresi şu törüknü bir törüknü yasaş üçün palanı pul ketmeydi. Doğru. Bu törük degeni oturtulu bolğan diken çokumun ait çıraylık yasaşınız gerek. Zinnetleşke eğer aşına törüksüz, törükün ait az bolsa zinnetleşke mi çık pul ketmeydi. Ondan keyin zinnetleşke kelsek. Zinnetleşme yani bizde sel şu iğir uslupda zinnetleş. Umumiy yuzimga deyman. Doğru. Men shunday his qilaman. Doğru. Nayt doğru dediniz. Zinnetke nisbeten hem de fursatda bir özümün göz qarashlarini o'tirib qo'yib baqay. Bizning şu restoranda bulamdı yoki yemek içmek odatdagi tanış qildigan menda hamda o'ltirib tamoq yega ashna kichik uni restoranda emas, hamda lekin oshxonalarimizda, tiz tamoqxonalarimizda, qahva xonalarimizda şu nayt bir qarang'uliq andın bir adamni besib olgan bak uzun bir 3-4 saat o'ltag'ilib kelmaygan ashunda bir xil. Masalan, bugungi bu xonangizda adam kirib o'ltirib mayli qanchalik vaqt uzoq o'ltirsa nayt rahat tuyg'u bor. Rahmat. Yo'q, azada bir adam besib olgan bir nima yo'q. Halqı bir xil bir adamga bir bearamchilik his qilmaymizda, ranglar bo'lsin, hammasi bo'lsin. Hamma adam yo'ruq, pokiza, azada halq ig'ir narsalarni yaxshi ko'rmaydi. To'g'ri. Masalan, şu restoranchilikda hozir mushunda ahvol bak ig'ir. Masalan, bir 2 saat o'ltasangiz, o'ltag'ingiz kelmaydigan, tamoq xonlarida mashunda bir yo'ruqchilik yo'q. Masalan, şu bizning taraqqiy qilgan Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Şu to'rtta nayt bir-birisiga nayt mas qadamda nayt tiz taraqqiyotida. Mushalarga borsangiz, şu qarindosh millatlarning ochgan restoranlari, yoki tamoqxonalari bo'lsin, yoki qahva xonalari bo'lsin, nayt azad muhit berdi. Yani birisiga ham ulam tanlagan vaqtda egiz gavdasi, egiz yalarni tanlaydigan, o'ltasangiz shunda mayli uning ichida qanchalik yaxshi g'izolanib ketgan yoki u bu, yoki mundaroq bir azroq bir ko'nglingizga yoqmagan bir tamoqdiki yoki mulozimatdagi ishlar bo'lib qolsin, muhit azad muhit nayt bir rahat tuyg'u his qildi adam. Uningga biz mayadikidek anın üstüge çaplap, manın üstüge çaplap, hemisi pulga kelipten ha. To'g'ri. Hemisi şu bezekçilikte, bizning Şinjan'da hazır bezekçilikte bek eşip kettik. Bek aşırı ütümüz, pulning hemmin tamı xaşlı ütümüz. Hem könglimde gap, bu şunda xaşlap, yani şu istimalçılarga rahat duygu beremegenge bir könglim yerim. Mesela şu pulni ticaret arqılık Joz üstüde işletilgan tişini qaçılarımızga, bivast qol tutilgan çokularımızga, bivasta yigil olduğan gızalarımızga işletken bolsak texim yaxşı oldu. Şu zinnetleş ketiyotgan chiqim intayın köp. Mening ko'nglimdagi restoran desem, masalan biz hozir Qashqarda bir restoran qildik. Bu restoran burunqi restoranlarga o'xshamas, Guangzhou jihatdan, şu zinnetleş jihatdan, ama zinnetleş to'g'ri paranglashayotgan ekan. Nayt yo'ruq, azada, oqrangni asos qilgan, ondan kirgan adam nayt uzun o'ltira oladigan, bir rahat tuyg'usi berilgan oqrang. Masalan, bugungi mushxonamizdagi marangmi nayt chiroyli rang. Odamni bezar qilmaygan rang. Mushunda pokiza azada ranglarni qilish orqali ondan joza, o'rindiq, uning ishlatilgan mushu oldidagi taxslari bo'lsin, tamoqni bo'lib yeydigan, ishlatilgan qo'shiqlar bo'lsin, cho'kular bo'lsin, ondan tamoq chiqqandagi mush taxslar bo'lsin, umini aytiliqi sipta, chiroyli narsalarni. Masalan, bir-biriga moslashgan holatda. Moslashgan shunda bir ashna bir restoran qurib chiqdik. Kelgusida cho'qim nurg'un mushu Qashqar diyoridagi bizning aziz mehmonlarimiz ashad to'y o'tkazdi. Hozirmi shu to'yxona masalan asıl toyxana bu. Toyxana. To'g'ri. Restoran degan bizga qabul qilingan so'z bo'ldi. Men restoran deganni men bunda deb qarayman. Mushu restoran degan bütün mushu tamoq sotadigan yerlar hammasi restoran. Gulpariyni bugun palon yer tamoq taklif qilsam, palon restoranga taklif qildim. Yoki bo'lmasa Erdembag'ning restoraniga taklif qildim, yoki bo'lmasa Majamning munda restoraniga taklif qildim deb shu yerga gapirishimiz kerak. Apirma deb taklif qilishim kerak. Masalan, o degan to'yxona, murosim zali.
Endi yana ishkilab keladigan bo'lsak, zinnatlash mana bu shundaq bir yo'ruq ozodlik yuzlansa, bu yerda yana kelib tamoq. Bunda aytgan chog'da endi to'yda bu bir cho'ng murosim. Ko'p odam yig'iladigan, ko'p xil elementlar mujassamlangan. Bizningki mayli kiyinish holatimiz, yeyish holatimiz, yurish-turish, kayfiyatlarimiz hammasi aks etadigan cho'ng bir sahna. Bu sahnada shu yemeklik qandaq bo'ladi? Uzuqlanish qurilmamiz qandaq bo'lish kerak? Bu jihatda men bak diqqat qilaman. Endi biz shu 80-yillardan boshlab kelgan bo'lsak, restoran umumlashib, shu shahar xalqininki taqozzosiga, ehtiyojiga imkoniyatning boricha, yarışcha mulozimat qilib kelgan bo'ldi. Lekin endi hozirgi shu xalqimiz taraqqiyot davrida bizningki talab ehtiyojlarimiz bag'ansir eshib ketyotdi. Bo'libmi yoshlarningki talabi, taqozosi shu hozirgi reallikni olib ketdi deb o'ylayman. Hatta masalan bu yoshlar bizning ama an'anaviy shakldagi restoranlarimizda toza qanoat hosil qilolmaydi deymi, Gulbari? Biz ham deymiz shu davrdagi yosh bo'lishimizni buni cho'nqur his qilsiz deb o'ylayman. Hozir masalanki shu to'y qo'yish, taklif qo'yish masalan, cho'xonda qo'yish, uning bir hozir murosim shakllandi. Mayli dasxon tizish olsun, mayli yasab turib, o'g'loli kirib, gul qilib, u bir murosimga aylandi. To'yning oldidagi maslahat joy cho'qim bo'lyotdi. Mumkin to'yning qiz o'tirgan zal, ayrim masalan, tomoq dasxon. Meni hozir 5 yildan yaqin mayli masalan, Qarmayga boray, mayli Qashqarga boray, mayli boshqa yerlarga boray. Mush dasxon tizdigan jihatda bularning iste'mol saviyasi yuqorilab ketdi. Bu tatliq turi shokolad kampir masalan, cho'qim dasxon tizimiz to'g'ri. Normalda, lekin bu bek ishib ketdi. Bir jo'zninki hamda shaxsan o'zim qatnashgan to'y, ham o'zim tiz badim, lekin tizg'a shunchalik ichib ketdi-da yurdim. Chunki men bu yemekliklar shug'ullanib buni olgan bir 9 yil bo'ldi. Tiz jarayonida mayli ko'nglim bo'lsin, mayli pishiriqning bo'lsin, mayli shokolad kampirlarning, ichimliklarning bo'lsin, u men ko'nglimga ayon. Bir jo'zning tizilishi eng yaxshi holatda 350 ko'ydan 200 ko'ycha to'xtab ketdi. To'g'ri. Men mistas qilib bakkan bu faqat bizning tatliq turimdan tizilishi. Onundan keyin tatliq turimni evatgandan keyin tomoq chiqdi. Tomoqdan keyin masalan shu restoranda o'lchimi bormi masalan? Hozirgi 500 necha degan o'lcham bormi? Yo'q, shaxsan olmayman. 500 necha aytib qoldi. Siz o'rimchiniki shu o'tircha ustal bahos qancha bo'lyapti? Hozir hamda shu restoranlarning o'tircha ustal bahosi biz hammamiz qabul qila oladigan baho. Eng tövni 888 koy. Yuqorisi 1288 koy. 1199 koy, 1288. Hozir hamda lekin nurg'u odamlar shu 999 koylik ustalni o'tadi. O'tirishim men yan atrofida 888 koyning tuvan ustal yo'q. Mening bilishimda bu shahar ichida. Masalan, Qashqarda hamda hozir shu 788, 888, 999 shu 3 o'lcham bilan men o'tibdi. Mana tatliq turimning o'zidan 350 ko'ydan 250 ko'y hisoblaylik. Mana tomoqninki bir jo'z tomoq 1000 so'm. Mana 1,5 ko'y bilan. Shu ustalga shuni 10 odam o'tirdi. Uni tomoq yeyilsin. Chunki hozir ijtimoiy saviyamizning, madaniyat saviyamizning ishiga qilib yilmisi shu putan qoldi. Bu endi bir isrofchilikda. Yilg'in tizyapti men oxirgi vaqtda to'yda men o'zim soyibxon qilib qolib 1,5 soat ayırdım. Kampini özümge tatlık durum. Bu çünkü biz parkız kol tiyilmeyen neslen bada. Şunu 1,5 saat ayırmıştım. Islak kıpak soğumadım. Şahsen ben Qarmayga bağın çaktım, ders öttüm. Bu tiziş çarptı. Nime degen ısrapçılık bu kristallık tizip oldukansizlar 1 kilo ilip. Demişim şuna koy yetmedi hozir öylagimi hozir bağın sireyman. Kichiklandi jo'zib tizdigan tatliq turimimiz qoldirmiz. Bu bir yaxshi ahvol. Burunlarda bo'lsa, men esimni bilsam, opalarimiz shaxsan ashta 1 kiloluk badamni tizmasa ona to'shmaydi deb kampit u alqi bir hetdan qurba etqicha ilg'i turdi-da, yeyilmaydi. Bu bir isrofchilikda dars o'tsam shuni ta'kidlayman. Ammo shu hozir to'y kunlarda mushubek avjib ketdi. Evet, to'g'ri dedingiz. Tomoqni bu yesab ishib ketdi. Bu faqat shu to'yninkilar dasxon bo'lgan chiqimida to'yning oldi keynichi. Masalan, o'zining loyig'ida choy kirdigan ish bor, choyda dasxon qo'ydigan ish bor, cho'ng joyda bir odam
45 patnosdan bir-biriga qudular o'tkazdi ekan, uni chiroyli biza. U o'tirishdimi? Cho'ng choy, kichik choy deb qo'ydi, cho'ng choyni. Uningmi bir chiqimda, ashmu dasxonga o'xshash. Nurg'un mush opaylardan, opalarning cho'nglardan oldi, isrofchilik qilmasa bo'lmadi deydi. Yo, yana shu yakiganda o'tamayapti. O'zbekcha kelgan vaqtida. Qudular kim deb qolar? Dasxonni mundaq tizib qo'ysak, ajab bir chaqina, aram bir qiz tatib papa, qudu tatib papaganda deb shu ko'ngildan o'tamay, faqat o'tamayapti. Oddiylashtiruvimiz bayo, yana nim deb qolar degandan o'tamayapti. Amaliyotda bizning ozuqlik tartibini aytganda bu tatliqlarni biz tomoqdan keyin bu har xil yegan yemekliklarimizni bezish uchun ya qahva bilan ya achchiq choyda bilan qo'yib novatsiyada va tatliq bilan bosimiz. To'g'ri. Hozir bu tomoqning oldilgan dasxonning nimasida zinnatida bu bag'onsa eshib ketib bordi. Bir bezak buyum o'rnini tizib boramiz. Bunda aytgan chaqda. Men buna diqqat qilaman. Mushu nurg'un isrofchilik halqalari bor. Bu shu tatliq turim basqıçı hakikaten zor ısrafçılık vardı. Ana bay dep öttünüz. Bu kam degenide 300 koydun 400 koy dairede şu dastığa rastlandı degen gep. Bunun 3'ten 1 kısmı mı istimal kılınmaydı. Demek bunu şunç tücüp bilip, şunç kısa serip kılıp, vaqt serip kılıp tizip, tamak tatlığı çoğarlıkta mesela 1 saat turamda bu menzire. 1 saat durdu. Demek 1 saatlik menzil için biz aşında ısrafçılık kılsak bu akılga uygun mu? Muş cemiyet terakkiyatı uygun mu? Keyinki evlatlarga bo'lgan bizninki ülgü buluş karakterlik iş faaliyetimiz noktasını aytgan çağda mı? Biz 100 kilolemdik mı da aytgan çağda. Bu meni içindir durasga kılsam. Men hem de mesela restoran egelerime oturuptu, siz muş set hizmet kılıp etipsiz. Menimce hem muş tertipte qandaq ıslah qilish mumkinchiligi bor. Şahsen benim fikrimde bo'lsa tatlı durum çünkü bizim tabak yeyish tartibimizde başta asli soğuk salatlar çıkış gerek. Salatlar çıkış gerek. Lekin to'yxona bo'lish bilan bu çokum hazır bizden milli örüp adetlerimizde mimani aldık. Çokum tatlı durumda tizimiz. Tizgan bilen hazır oddiylaştırıp yiydik lan. Bir hazır hemimiz toq rastga qilsam, hech kim oy tizmabdiman, to'y qo'yib bir yavlaydi deydigan ideya yo'q. Hozir masalan iste'mol sevimizga sog'lomligimizga doir ko'ngil bo'lyapmiz. Asosiyatda to'ylar kechga ya tushga o'rnashtirildi. Bo'lsa bu tatliq turumlarni azaytdi. Mesela qo'ygan hozir bir kishlik mushta yuvan tortlarni qo'yib qo'ydi. Ya uni kesishga apsiz yilqi. To'g'ri. Kim hozir o'shlab yeydi? Hozir o'tirib dasturxonda o'shlab yemaymiz uni. Cho'qim chiroyli kesib, kichik bo'lsa ham suhbatga diqqat qilamiz. Bo'lsa shuni azaytdi. Dasturxonniki. Mana tomoqni azaytdi. İste'mol sevimimiz yomon eshib ketib boramdi, bu chiqim jiqlab ketib bordi. To'y deganda oldi-keyin hisoblab baksa bu chiqim bilan. Siz mesela inimning to'y ustida bo'ldik dediniz yaqinda. Shu bir to'yga taxminan abiya biz hamda shu ustalninki chiqimini hisobladik. Bir to'yga umumiy chiqimda qanchalik chiqim ketadi sizning hozirgi davrlarda? Hozirgi davrda choyga eng normal bo'lganda 5 yuqori olib kelsa 100 mingga kirdi ekanmiz. Bo'lganda eng tuvanchak 60 mingga. Uningdan sirт biz yana qizalning talibiga asosan grammlab oltin olganmiz. Onu bir badede mi? Ondan keyin öy bo'lsa uyni yasaydi ekanmiz. Uyning ichiga shu transho qilib bo'lgandan keyin saymonlarni oldi ekanmiz. Yoshlar yaxshi ko'rganki ota-ona o'g'il olsun, qanday bo'lsin, yaxshisini qilib beraylik, yaxshisini qilib beraylik. U yoshlarda hozir uy og'idek bir soat masalan 20 necha xizmat chiqdi desakmi, bir maash ishlayotganda mumkin emas. Uy ilib, uni bezab, to'yliq akirib, bütün ata-onaning bisimi bir şey tushganda bu yük. Onda bo'lgan chaqda bu bolalar to'ydan keyin mush chiqimni bütün tadqiqot uchun ata-ona bo'ldi ekan. Bolalarning eng oxirida avoy qo'yilgan masalan qiz o'tirishdan sir qizon ep ko'chirib burib bir bog'larda bir bundan cho'glab rasmdan tushdi. Hozirlar shu yo'q ekan. Yana bir murosim masalan jo'ba bo'ladi yoki bir qahva xatni oldi ekan. Yana uni 5-6 ming qo'yga aldı ekan. Faqat bir saat odatda yoshlar usul o'ynab, onun bir qildi ekan. U bir chiqim bo'ldi ekan. U yerdan yenib mashinninki, cho'qim mashina hozir o'xshash bo'lishi kerak. Uning mashinga yana pul xarjlaydi ekan.
Demek mushunda ushak-tushak halqalardagilar hammasi hozir bir tartibga kirib ketgan bo'lgandan keyin hisoblab kelsak, xili zo'r chiqim bu. Xili zo'r chiqim bu. Bir oilaga nisbatan bu. Oilaga nisbatan desek, maaş ishlaydiganlar uchun. Mesela ayda en yukarı maaş hep ketdi desek, 8 ming koyup pensiya chiqqan desek, dadalarimizdan maaşı. Şahsen yaşlar üçün 4 ming koyunun alası alınır. Mesela ishlaydiganlar. Ticaretçilermi hozir bu 5 yildan yakın bir normal pul tapsımı yaşlarımız, öy ilib, bundan keyin üçün öy hozir ata-onalarning qo'llari bağlı biz şun to'lab ep bere. Qağaları bütün taekwondo bilan mengatgan tursa. 2 yaş ishlab, taekwondo o'ylab, yana bisim buldu. Mening ko'z qarashimdan mush to'yni oddiylashtırib, mush chiqimni azaytib, mush bu atqan oddiy sodirlikni tashviq qilib turib, degan mush bir jo'zdimi hisob qilib bo'ldi. Masalan, az yana 25 jo'zdaydi, 100 koy xajlaydi bir dasturxonga. Masalan, men chiroyliqlab qilib, qolgan tomoqning supitini oshirib, yesi sağlam tamaq mı edin ziyadeci, keçten tatip bütün bilinci tamaq bilen soğukçun sen bilen açtık başlarsın o tamaq türünün aydıcık. Eytavur mana men hozir 3 xil tatlıq tizib qo'ydik. Biz 1-2 saat, 3 saat paran qila olamiz. Ehtiyojlarimizga uyg'un. Unda aytgan chog'da ziyoda ichirqab ketmaymiz. Demak, to'ymi mana bu shundaq bir 10 odam bir ustal bo'lib o'ltiradi deganda, mana bu shundaq yarışıqdagi, miqdordagi nazu nimetler bilen caylasak bu mu buludu? Hem azadı tuygu berdi dep oylayman. Hem bunu biz arzulayatımız. Nurgu adam arzulaydı, lekin şu vakitning o'ziga kelganda, şu paytga kelganda nurgu amillarning cheklimini tüpeyledim. Yenemey o da abaysiz degendikidek. Bu cihette ben yenemde şu restoran tarafga yo'tkelsam, restoran taraf mush cihette bir islohot qilishda dodli bo'lish kerak deb o'ylayman. Mesela hozir men to'y qoptum, restoranga berib mushuni tizmoqchi. Men boshqacharoq shaklda tizmoqchi. Menga buni keynida tizib beringlar. Aytavur, mana talab qilsam, men tatliqni keynida chiqarmoqchi. Buni emsi shu restoran xizmatchilari menga shu vaqtni o'zi tizib bersin. Men beshida mandaq shaklda qilaman, keynida yana mandaq tizaman. Desam, mushuni hozir restoran mulozimatida yetishalamdi. Mushuni o'rinlab bera oladigan restoranlar bormi? Mush chatda bir o'rtoqlashib baqsaq. Xo'sh, ushbu savollarga Qaysar apandining javobi qandaq? Sizmi ham restoranlardan mushundaq iltimosni talab qilib baqqanmi? Restoran bayonlarimiz yanama cho'nqurlashidi. Programmamizga davomli diqqatda bo'lg'aysiz.